Osmani sultanları. Sultan II. Ahmet. Osmani dövletining 21. padişahı. Hüküm sürgen devri 1691 yıldan 1695 yılgacha. Sultan II. Ahmet 1691 yılı 23 iyun taxtga chiqqan vaqtida 49 yaşda edi. U taxtga chiqqan vaqtida davlat ikkinchi qitimliq Viyna buzg'unchiligining orqasidan maydonga kelgan urushlar bilan hapilishib o'tdi. Osmani davlati Avstriya bilan bo'lgan Salon-Kamen urushida mag'lub bo'ldi. 8 orli qo'ldan ketdi. Qo'shinlar sirtda urush qilyapsimi, ichki jihatda isyonlar bisiqmay o'tdi. Ikkinchi Ahmad divanning haftada 4 kun yig'ildiganligini e'lon qildi. Xalqni farovonlikqa erishtirish uchun yerga munosabatlik kerakli o'rinlashtirishlarni qildi. Sultan II. Ahmad jigar qetishish kasalligi bilan 1695 yili 6 fevral vafot bo'ldi. Vafot bo'lganda 52 yoshda edi. Taxtda 3 yil 7 oy 14 kun o'tirdi. Tiz ochiqlanadigan ojiz xarakterlik bir kishi edi. Muzika va she'rga qiziqardi. Qabrisi Qonuniy Sultan Süleyman'ning maqbarasida. الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتيح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان